Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Bugungi videomizni albatta oxirigacha tomosha qiling. Chunki bu mavzu minglab oilalar, ayniqsa bolali oilalar uchun juda muhim. So'nggi paytlarda ko'pchilikni qiynayotgan savollar bor. Ya'ni O'zbekistonda bolalar nafaqasi kimlarga beriladi? Moddiy yordam olish uchun qanday talablar bor? Qancha miqdorda to'lanadi va qachon beriladi? Agar siz ham shu savollarga aniq va tushunarli javob izlayotgan bo'lsangiz, demak bu video aynan siz uchun. Videoni boshlashdan oldin bir kichkinagina iltimos. Agar bu mavzu sizga qiziq bo'lsa, hoziroq like bosib qo'ying va kanalimizga obuna bo'ling. Chunki biz bu yerda har kuni foydali, rasmiy manbalarga asoslangan yangiliklarni joylab boramiz. Diqqat qiling, O'zbekistonda bolalar nafaqasi va moddiy yordam kimlarga qancha to'lanadi? Bolalar nafaqasi va moddiy yordam tayinlashda bir necha talablar bor. Ijtimoiy himoya milliy agentligi nafaqalar tayinlash va to'lovlarni amalga oshirishda vakolatli davlat organi hisoblanadi. Asosiy talablar: bolalar nafaqasi va moddiy yordam ijtimoiy himoya yagona reyestri orqali kam ta'minlangan oilalarga tayinlanadi. Mazkur mablag'larni olish uchun murojaatchining har bir oila a'zosiga to'g'ri keladigan daromad minimal iste'mol xarajatlari 648 ming so'mdan kam bo'lishi lozim. Bolalar nafaqasi va moddiy yordam tayinlashda arizachining mehnatga layoqatli oila a'zolari band bo'lishlari yoki mehnat organlariga murojaat qilgan bo'lishlari kerak. Shu bilan birga talabgordan bittadan ko'p ko'chmas mulki, natural ko'chmas mulki, yangi avtomashinasi, bankda katta miqdordagi depozitlari va qimmatli qog'ozlari bo'lmasligi ham inobatga olinadi. Yangi tartib: O'zbekistonda 2024-yilning 1-mayidan boshlab MyGov.uz portali orqali bolalar nafaqasi yoki moddiy yordam uchun onlayn ariza berish imkoniyati yaratildi. Bolalar nafaqasi yoki moddiy yordam olish uchun ariza berish, ularni ko'rib chiqish, tayinlash va to'lashning amaldagi tartibi saqlab qolingan holda yana bir qo'shimcha tartib joriy etildi. Unga ko'ra, endilikda arizachi mahalla fuqarolar yig'iniga tashrif buyurib, Inson ijtimoiy xizmatlar markazi direktori nomiga ariza bilan murojaat qilishi mumkin. Umuman olganda, har ikkala usulda topshirilgan arizalar bir xil muddatda va bir xil mezonlar asosida ko'rib chiqiladi. Qancha to'lanadi? Hozirda bolalar nafaqasi miqdori oilada 3 yoshgacha bo'lgan bir bola uchun 325 ming so'm. Eng birinchi farzand 3 yoshdan katta bo'lsa, unga 250 ming so'm to'lanadi. Keyingi ikkinchi farzandlarga ikki holatda ham 150 ming so'mdan beriladi. Keyingi farzandlarning har biri uchun 100 ming so'mdan qo'shib ketilaveradi. Moddiy yordam miqdori esa oyiga 380 ming so'm. Oilalarda birinchisidan keyingi farzandlar tug'ilish holatlari bor. Amaldagi tartibga binoan yangi tug'ilgan chaqaloq to'g'risidagi ma'lumotlar FHDY organining axborot tizimidan onlayn va avtomat tarzda olinadi. Ya'ni fuqarolar yangi farzandi tug'ilgach bolalar nafaqasini qayta hisoblash bo'yicha murojaat qilmaydi. Bola tug'ilgan sanada ma'lumotlar avtomat ravishda dasturga keladi. Keyingi oyning 1-sanasidan pul miqdori yangi tug'ilgan bolaga ham qo'shilgan holda qayta hisoblab oshirib boriladi. Eslatib o'tamiz, ijtimoiy to'lovlar bilan bog'liq barcha savollarga tuman yoki shaharlardagi inson ijtimoiy xizmatlar markazlariga murojaat qilish mumkin, deyiladi xabarda. Xullas do'stlar, bugun sizlar bilan O'zbekistonda bolalar nafaqasi va moddiy yordam masalasini eng muhim jihatlari bilan ko'rib chiqdik. Umid qilamizki, bu ma'lumotlar siz uchun foydali bo'ldi. Agar video sizga kerak bo'lgan savollarga javob bergan bo'lsa, like bosishni unutmang va kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Chunki bu yerda biz har kuni dolzarb va foydali yangiliklarni joylab boramiz. Agar sizda savollar bo'lsa yoki o'zingizning holatingiz bo'yicha bilmoqchi bo'lsangiz, izohlarda yozib qoldiring. Albatta ko'rib chiqamiz. Videoni yaqinlaringizga ham ulashing, balki aynan shu ma'lumot kimgadir juda kerakdir.